Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Достар, men шулай kiyinib, salqin мындай, пипец, Европада, жесткая экономия. Особенно в этой стране, северной стране, экономия всего идет. Что я хочу укрыга sizga. Men mana не скопировать, ничего нельзя сделать. Men bitin tökini, помните? Bir nedir gruppani menga skинули. И kirib qaraganim, mana Birlashgan O'zbek muxolifati degan nima to'g'risida. И хотел вот прочитать, о чем они вообще говорят. Hali kuni lotin tilida bo'lgan ekan, hozir endi kirill tilida ham chiqarishgan ekan. Kirill tilida tezroq o'qiladi. Bir o'qib nima qilay sizlarga ko'rsataychi. Birlashgan O'zbek muxolifatining murojaati. Получается, пока это неизведанный, если вдруг в дальнейшем, если кто-то увидит, комментарийларда menga yozinglar, hozir men gruzit qilaman. Kommentariyada yozinglar, nima bu, kim bular, qayerdan chiqqan bular. No, menga уже ichidagi taktikasi mana bu yerda yozishlari, уже ichida o'tirdim. Keyin ular unaqa YouTube'da efir qildi, YouTube'dan efir qilib turib Telegramdan chiqishdi, Telegramdan звонить qilishyapti odamlar. Ну, не всем достается поговорить. И очень какие-то жесткие требования, так нельзя, просто так, mana голосуем, jo'natib bo'lmaydi, mana голосуем, jo'natib bo'lmaydi. Какая-то система тупая, menga уже yoqmayapti. Bular nima добивается, tushunib bo'lmayapti. Смыслini o'rganib chiqish kerak. Nimaga? Chunki bular qanaqa yo'lni olib boryapti va nima uchun bunaqa yo'l ketyapti, и o'sha narsani biz bilish kerak. Что они хотят вообще сделать? Mirziyoyevni olib tashlagisi bormi, yo nima qilgisi bor? Shuni bir o'qib chiqaylikchi, nima deyapti bular. Birlashgan O'zbek muxolifatining murojaati. Turkiy davlatlar prezidentlari, parlamentlari, siyosiy partiyalari va muxolifat kuchlari e'tiboriga. Tak, biz Birlashgan O'zbek muxolifati bugungi murakkab va tez o'zgarib borayotgan siyosiy sharoitda Turkiy davlatlar mintaqasida yashayotgan xalqlarning xavfsizligini, suverenitetini va tarixiy kelajagi yuzasidan chuqur mas'uliyat va tashvish bilan sizlarga murojaat qilamiz. Okey. So'nggi yillarda dunyo kuchlar muvozanati keskin o'zgarib bormoqda. Imperiyaviy tafakkurdan voz kechmagan ayrim markazlar mustaqil davlatlar suverenitetini ochiqchasiga sho'xba ostiga qo'ymoqda. Markaziy Osiyo va keyinroq maynoda Turkiy maqom bugun nafaqat iqtisodiy va siyosiy, balki mafkuraviy va axborot bosimi ostida qolmoqda. Bugun biz juda ko'p. Bugun biz faxr bilan Turon deb aytadigan mintaqada yashayotgan xalqlar ertangi kun haqida xavotirda. Bu xavotir faqat tashqi tahdidlardan emas, balki Turkiy davlatlar o'rtasidagi integratsiyaning sustligi, umumiy strategik qarash va institutsional birdamlikning yetishmasligidan ham kelib chiqmoqda. Tarix va zamonaviy siyosiy tajriba shuni ko'rsatadiki, alohida harakat qilayotgan davlatlar global beqarorlik sharoitida zaiflashadi. Aksincha, aniq huquqiy va siyosiy asosga ega bo'lgan mintaqaviy ittifoqlar xalqlarni himoya qiladi, taraqqiyotni tezlashtiradi va suverenitetni mustahkamlaydi. Shu bois biz Turkiy davlatlar yetakchilarini, qonun chiqaruvchi organlarini, siyosiy partiyalarini va muxolifat kuchlarini integratsiya jarayonlariga nisbatan ehtiyotkorlik emas, balki tarixiy mas'uliyat bilan yondashishga chaqirib qolamiz. Xususan, quyidagi yo'nalishlarda amaliy va siyosiy qarorlar qabul qilinishi zarur deb hisoblaymiz. Birinchisi, Turkiy davlatlar hududini o'zaro erkin iqtisodiy maqom sifatida tan olish va iqtisodiy to'siqlarni bosqichma-bosqich bartaraf etish.
Ikkinchi, alifbo birligi masalasini madaniy tashabbus darajasidan davlat siyosati darajasiga ko'tarish va bu borada aniq huquqiy mexanizmlarni joriy etish. Uchinchisi, kollektiv xavfsizlik tamoyilini shakllantirish. Bir turkiy davlatga qilingan tajovuz butun turkiy makonga qilingan tajovuz sifatida baholanishi lozim. Pasport va pul birligi masalalarida huquqiy uyg'unlashuv sari harakat qilish. Bu borada jamoatchilik muhokamalari va referendumlar o'tkazish imkoniyatlarini ko'rib chiqish. Yagona axborot makonini yaratish. Turkiy xalqlarni tashqi, mafkuraviy va propagandalik ta'sirdan himoya qilish, mintaqaga nisbatan dushmanona mazmundagi axborot oqimlarini cheklash bo'yicha muvofiqlashtirilgan siyosat yuritish. Juda ko'p bu yerda. Men buni yerimda tushunmay qoldim. Pasport va pul birligi masalalarni huquqiy yo'g'inlashuv sari harakat qilish debmadi. Dalshi. Endi keyin buni yana bir o'qib chiqamiz. Nima qilganda. Bir ushbu murojaatni hech bir davlatga qarshi emas, balki turkiy xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash, huquqiy tinchligi va barqaror kelajak yo'lida. Biz ushbu murojaatni hech bir davlatga qarshi emas, balki turkiy xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash, huquqiy tinchligi va barqaror kelajak yo'lida bildirayotganimizni alohida ta'kidlaymiz. Bugun qaror qabul qilish vaqti ertaga kech bo'lishi mumkin. Tarix suqut qilganlarni emas, mas'uliyatni zimmasiga olganlarni eslaydi. Ezgu niyatlar bilan birlashgan o'zbek muxolifati. Muxolifatni hali kuni men nimaga tashlavdim, nimaligini? Tipi muxolifat, tipi nimalar? Oppozitsiya deb tashlavdim shekilli. Hozir qayerga tashlavdim men mayerga. O'tib ketuvdi hozir. Uni ham o'qib chiqaman. U allaqachon tashlavdim men uni shekilli. Shu yerda ozначает oppozitsiya shekilligida. Ko'p haligi politik so'zlar, mana hayotda ishlatilmaydigan so'zlarni tarjimasini ham bilmaysan. Haligi o'shaqa tepada haligi nima vысшее образованиялар bo'lmagandan keyin qayerdan bilasan unaqa tillarni? Mana ular. Hozir. Men tashlamadim ekan, Интересно. Qayerga tashlash kerak edi men? Tashlamabmanmi? Unutibmanmi? Интересно. Xullas, muxolifat это oppozitsiya. Shuncha men tashladim debman men uni. And so this is so good for inside, For inside. Xullas, muxolifat shu oppozitsiya nimaga qarshi, xullas, davlatga qarshi, mana sistemaga qarshi sistema bu ham. Olib boruvchisi mana u kishi edi. Ko'rsataman. Olib boruvchisi, mana yerda tashlavdim-ku uni ham men videosini. Menga просто bitta bola tashlab yubordi, o'shandan men buni bir tekshirib ko'ray dedim, kirdim. Taki bir gap gapiraman degandim. Nima to'g'risida bo'lyapti deb. Taki gapira olmadim. Menda ulanmadi, blokdaman. Men haligi Telegramim blok bo'lgani uchun kira olmadim. Topa olmayapman, ishonsanglar topa olmayapman. Kerak paytda topa olmaysizlar. Videoni haligi odamini bilmayman endi bular nima добивается, menga tepmadi xullas. Bularni добиваться qilishi nimada gap turibdi bilmayman. Самое интересное, kim bularni olib boryapti? O'shunda gap turibdi. Kim bularni ko'taryapti? Eski haligilardan emasmikan deymanda, men bilgan odamlar emasmikan deyman. Keyin efirda gaplashamiz-da как-нибудь.